Bugün G'oljadagi eng oxirgi kunimiz at Urumchiga qaytdim. Mening bir to'limi qushshuq lekin to'limi suyumlik 20 yillik og'inam bor. Ismi Qahar. Laziz desa G'oljadagi nurg'un yoshlar taniydi. Mushu do'konning qo'rquvchilaridan biri. Endi menish oldida boshqalarga bersam istishim, o'zim yesam ses qilishim deb ma atirib qapqatdika. Bularni yangi ajr qilib bu do'konni ajoyib chiroyli bezib yutibdi ustini. Endi boshqa narsa bergandan ya bir dasta gul bergandan bizning og'inamga mana birini beradi, mana birini beradi deb ketayotgan shu bizniki Salvadorniki qari berilgan atlardan ulguriblam mal kelgandi. Bizimga bir quti mashina tashlab qo'ygandim, sinoq deb ichib qo'ygan. Mushuningdan birini ilib oldim do'stlar. Mushuni bersam sizlarga qanday bo'lar? Qari berilgan atlarimiz erlarga ayollar o'rtaq tushadigan xalqarada eng olqishlangan Bogil, ya'ni Bulgariya degan atlardan 1800 bo'lib bir cheklik nusxasi bor. Shu nusxadagi o'tir halpırak, ya'ni muzdek pokiz. Ilgari katlarimizda o'rmon proyekt ma bir xil dengizning o'rtasida to'g'andek Marrakesh uslubidagi do'konlarda mushuna kechda do'stlaringiz bilan ko'rishdan oldida ishkini chechib olsangiz, qadash nimalar ishlatib deb beradi. 3-4 ming qo'ylik atlar deb bermayman desangiz, ishinib qolgan bir tuyg'uda chiqdi. Eng muhimi oltinning ba'zi o'rlab ketayotgan mushay mushkullar, ya'ni chidab 98%lik oltin yaproqni ichiga qo'shishni unutib qolmadik boshqalar. Oltinni assa, siz oltinni chachsiz degan gapda. Endi mayli dadlarimizga bo'lsin, apalarimizga bo'lsin, bir dona o'zimizga bo'lsin, bu biroq ayol tanlamaydi. Uning ustiga yana o'xshashlar men o'zim mujishang, muzdek, pak, salqin piroqni yaxshi ko'rganligim uchun mushkul piroqlarni do'stlarga tavsiya qilib kelgan, chunki meningda buxuy fan chiqadi. Ya'ni xatolashib qolmaysiz, ishlatgan odamlar hammasi yaxshi ko'rdi. Bu atrimizni o'xshashlar perfume oldida Shangjing bank qilib ishlab chiqardik. Qarsangizlar turqilan bir xalqaro 2 ming qo'ylik atlarning bir obrazi bor. Eng muhimi, albatta buning ketgan tanarxi intayin qimmat. Agarda boshqa donglik marka bo'lgan bo'lsak, bizgami 1-2 ming qo'ylik atlarni satsak yarashatdi. Lekin o'zimning markam elimizga eng donglik atlar zavodi sho'laydi ishlab chiqarilgan, ham sizlar bilasizlar atlarimizga ajoyib yaxshi inkaslar kelyapti. Patardi batarning bahsi o'rlab ketmoqchi. Shunlashqa do'stlarimizning agarda atlarga ehtiyoji bo'lsa, sinab ketish psixikasida yaxshiroq bir atlarni ilib 2000 qo'ylik atlarning o'zlarini surib ko'rishini umid qilaman. Bu atlarimizni eksportga ishladik ustida 3-4 xil yoziqda tushuntirishlarimiz bor. Eng muhimi atlarimizniki 100 millilitrlik miqdori bir oylik kishilar tang ishlasimi yetib boshladi. Yo'ldoshingizga erim sana oldimjimi deb qo'yib, bundan keyin o'zingiz o'g'irlik shiltib olsangizmi, hech nima demaydi-da. Endi pul topmoq tez bo'layotganligi uchun biz mana shu atlarimizni xatolashib qolmasin deb, ya'ni chidab turib 2 millilik 38 qo'ylik sinoq nusxasidan birini haqsiz ichiga sap qo'yamiz. Avval ana shu sinoq nusxasini chechib, shilp yiqinglar, pax kiyim, ipak kiyimlarni chechib, atsi o'g'ini bir prop yiqinglar, bir qo'zun turmamda bilaysizlar. Undan keyin yarmay qolsam, men asli qutini jitib o'tmay turib, men qaytib qolsanglar bo'ladi. Demak, mushundaq bir samimiyat bilan sizlarga yaxshisini ishlatishga degan umidda o'zimiz eng ajr qilgan, tanarxi qimmat to'xtagan atlarimizni tavsiya qilyapmiz. Yetib kelish oldida Anılar bayrami, Atlar bayrami, Qurbayitlarmi oldin tayyorlab qo'yilgan yaxshiroq bir sovg'a deb o'ylayman. Unda olsa, mush sovg'imni hozir do'stim Qaharga o'z qo'lim bilan yetkazib berib yetib, atlik Urumchiga ketamiz. Taliyinglar bo'lsa, do'stlar, asli bahsi 688 qo'y. Mana Shibodagi eng azam baho bo'yicha 198 qo'ychanga yana shu sinoq 38 qo'ylik nusxasini ichiga sap qo'yib turib, tayyorlab isib qo'ymas yer qaroqqa 30 tal isib qo'yay. Taliba do'stlar Allohlaydi. Undan boshqa yaxshi inkas bergan do'stlarning ichidan yana talayliklarini tanlab, biz so'g'at plan sap beryapmiz ichida. Fursat bo'lsa Allohlaysiz. Unda olsa ser qaroqqa maraman.